To'g'ri. Mana mana shuni aytyapman Charosga. Vaqt keladi, Men shundoq yomon o'zi gapirganim yo'q, qaytadi Charos. Sen Charos, men gapirmagin, yomon mayli seni gapirganim yo'q. gapirsin. Prot ursin senga uyum bo'ladi, prot ursa hamda. Vaqt keladi, o'shalarning yuzi ochiladi-da, o'zi biladi, mana shu yerda xato qilgan ekanman, shu yerda singlimni xafa qilgan ekanman yoki palonchani xafa qilgan ekanman, diliga ozor bergan ekanman. Bitta insonni gapiga kirib deb pushaymonchilik bo'ladi luboy odamda. Keyin donatorga gapirish kerak yo'q. Donator xohlaganiga boraveradi. Tanishimi, tanishi basmi, xato bo'ladimi, bo'lmaydimi, donator u xohlaganiga uradi. U xohlaganiga uradi. Xohlasa urmaydi, xohlasa uradi. Masalan, urgisi kelsa, bo'lmasa urmaydi. Mana Bonoga men davno aytganman. Bono meni xarakterimni juda yaxshi biladi. Yo'q, ko'tarmayman, ish qilib. Bu yerda odam bor. Senga nima bor? Ko'tarmayman. O'shanchilik telefonda gaplashib olaylik ko'laring. U sizga eskidan donatlik qilgan, u yaqinda ham qilib yurgan edi. To'g'ri O'zbekistonda o'qiz menimcha. O'shanchilik qilgan yo'q donat. Rossiyaga kelsa yana donatlik qilib yuradigan qiz u. U mard qiz u. Men u qizni yaxshi taniyman. 2 haftada qaytaman dedi, qaytsin. Bekaka mana O'shanda ham Charos Jimtiring. 2 haftadan keyin prot fursa ham so'kma, nima? O'zi vijdoniga bog'liq. Uyum bo'ladi senga. Yaxshi kerak bo'lsa. Bo'ldi, prosta tak gaplashib olaylar, yaxshi tanishib olaylar, gaplashinglar, boshqa nima qilasizlar? Samir aytyapti, men tushib turaman, bu 2 minutga ko'taring. Yo'q, indamang, aka gapiraver. U tushundim uni gapini.